Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yo'ldoshlar. Firma sharoitida tuxum yo'nalishida biznes qilaman deganlar uchun mana imkoniyat. 100 kunlik Lohmann Sandy. Bu Lohmann Sandy tovuqlari o'zi asli germanskiy zot bo'lib, yiliga 300-310 ta tuxum beradi. Misol firma sharoitiga juda zo'r moslashgan. Agar 3-4 ta uyga tashlab qo'yaman tuxumga deydiganlarga, misol uy sharoitiga qanday qilib moslashtirish kerak, ularni hamma yo'g'ini o'zimiz o'rgatamiz, shu boqish jarayoni bo'yicha. Shuni misol boringki, firma sharoitida ham misol 200 ta, 300 ta, 1000 ta shunaqa boqaman deydiganlarga ham bemalol o'zimiz o'rgatamiz. Veterinariya xizmatlarimiz bor. Veterinariya xizmatlari o'sha bepul. Misol nimadaki qanaqaki savollar bo'lsa hammasiga o'zimiz javob beramiz. Veterinarimiz agar yaqinroq misol Toshkent shahar ichida bo'ladigan bo'lsa, veterinarimiz borib, ko'rib, netib, misol nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, qanday boqish kerak, hamma maslahatlarni berib borilaveradi. Agar siz endi boshlamoqchi bo'lsangiz, misol mana o'zi bizning manzil Toshkent Nazarbekda. Nazarbekga kelsangiz, qanday sharoitlarni ko'rasiz, qanday yem berish kerak, hamma yo'qlari bor. Kuniga misol bular 120 grammdan beradi o'sha tuxumga kirgan paytida. Tovuqlarimizga keladigan bo'lsak, tovuqlarimiz 100 kunlik qilib sotiladi. Bugun 23-may sanasiga 93 kunlik bo'ldi. 30-may sanasiga o'sha sotuvi boshlanadi. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Dastlabki xizmatlarimiz O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma joyga dastlabki qilib berilaveradi. Qirg'iziston Respublikasi, Afg'onistonga ham o'tkazish imkoniyatlarimiz bor. Faqat hammasini dastlabkalari отдельный hisoblanadi. Shunisiga ahamiyat berasizlar. Kimdaki qanaqaki savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu nomerlarga, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. WhatsAppdan ham, Telegram orqali ham chiqsalar bo'laveradi. Tovuqlar qachon tuxumga kiradi deydiganlarga, misol 120-125 kunlikda uje nishona berishni boshlaydi. Agar sizlar yer sharoitida boqadigan bo'lsalaring, 130 kungacha ham boradi. Agar yer sharoitida misol boqadigan bo'lsalaring, misol boringki 100 ta tovuq bo'ladigan bo'lsangiz, firma sharoitida setkada boqayotganlar nima beriladi? 120 grammdan beradi. Agar yerda boqadigan bo'lsalaring, shu 5 grammdan ko'paytirib qo'yasizlar. Keyin qaraysizlar, misol sharoitiga, agar yem oshib qolayotgan bo'lsa, oxirida misol yemi oshib qolayotgan bo'lsa, o'sha yem donida 5 grammdan kamaytirib qo'yiladi. Agarda qolmay qolayotgan, demak to'ymayotgan bo'ladi, yemidan 5 gramm ko'paytirib qo'yasizlar. Keyin agarda yerda boqadiganlar nimani oxirlarini iloji boricha shu yem donlarini misol o'rtaga kirib chiqadigan qilib o'rnatib turib, suv idishlarini duvalari qirg'og'iga o'rnatgan ma'qul. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Kimdaki qanaqaki savollar bo'ladigan bo'lsa, shu nomerdagi telegramlarga bemalol tortinmay aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.